koinotdan ham topa olmaysiz bor yer sayyorasi bo'yicha. Chorniy postira deganlardan sizlar uchun. Mana Chorniy postira deganlardan sizlar uchun. Lutfulla Moli kanalida albatta. Boshqa hech qayerda qidirib ham topa olmaysiz. Shuna pastda podpiska turibdi, tirsillatib bosasiz, like tirsillatib bosib olasiz. Tamom. Narxini doda narxda, arzonidan. Surishtiring, chorva kanallarida topa olmaysiz bunaqasini. Chorniy postira. Bolani qarang, bolani olib keling. Mana. Novoz. Ko'rsat to'ychoq o'zingni, ko'rsat. Orqalaringdan. Oq quloq, oq tumshuq deganlardan, haqiqiy shvetidan ko'rib turganingizdek, bolasi novoz. Bunaqasini qidirib koinotdan ham topa olmaysiz bor yer sayyorasi bo'yicha. Mana u olib keling yaqinroq, mana. Mana. Sachillab ketadi, mana. Mana sut. Mana sut. Shuni ushlasangiz o'zi chiqib ketadigandan. Donalab sog'asi bor. Mana uni qarang. Mahsulot malakoga boy. Qaymog'i kosadagi qatig'ini shuna yerga qaratasiz. Yerga tushib ketsa, mana shu molni olib ketaverasiz. Bolasi qisqa va lo'nda qilib ma'lumot aytamiz sizlar uchun. Narxi hamma yog'i bo'yicha ko'rsatib o'tamiz. Haqiqiy chorniy postira. Ko'rib turganingizdek, bolasi novoz. Mana bay bu deydi-ku, ashnaqalarda. Ko'rsat o'zingni to'ychoq. Ana, gapga ham tushunadi bu kamiga. 3-tug'ish bolasi novoz. Qornida 2,5 oylik bolasi bor, hoji aka. Egalari aytishlari bo'yicha. Mahsuloti 15 litr dedilar. Sizlarga 10 litrga mana. Orqalari xaltalari orqasidanmi, yonidanmi, har tomonlama ko'rsatamiz. Albatta, batafsil. Manzil Namangan viloyati Chust tumanida. Telefon raqamlari 97 kodi bilan 033 03 16. Narxini aytasizmi? Qarang, bitta aybi shu yerda. Bitta shox singan. Mana. Singan bo'ldi, tamom. Bola novoz. Bolasini bo'yi 1 metr, enasiniki 1.35 chiqdi. Boring 32 hisoblab oling. 1.32 santimetr. Manzil Namangan viloyati Chust tumanida. Telefon raqamlarini aytib o'tdik. Orqalaridan, oldilaridan ko'raverasiz. Narxi qiziqmi? Podpiskani bosdingizmi? Like ham bosing. Bosdingizmi? Ana endi narxini eshiting. 50 million deyotgan joyda sizga mana shu molda 40 million so'm emas, yana 2 million kamida 38 million so'm kami bor. Mahsuloti 10 litrga 2,5 oylik qochgan. Dehqonni aytishi bo'yicha. Lekin men o'zi yig'ib ko'rmadim. Endi qilib ko'ramiz. Xudo xolasa, agar nasib bo'lsa, iloyim egalariga nasib qilib maza qilib sog'ibsinlar. Bolasi novoz. Manzil Namangan viloyati Chust tumanida. Telefon raqamlari 97 kodi bilan 033 03 16. 38 million so'm kam bor. Tishlari katta. Ko'rsating, yaqin olib keling. Voy, 8 yangi chiqarib qo'ygan, yangi. Ko'ryapsizmi? Ha, tumshuqlaringdan. Buni qora toyir deydi. Haqiqiy sigirmisan, sigir. Zotidan aka, zotidan. 38 million so'm kami bor. Manzil Namangan viloyati Chust tumanida. Telefon raqamlari 97 kodi bilan ekrani pastida ko'rinyapti. Mana 033 03 16. Men o'zim buni borib sizlarga sog'ib ko'rsataman. Bir mahalga sutini ko'rsataman. Ko'rasiz hozir mana. Qarang, bolani yeydilashda, ovqat berishda hamma narsasi ham bor-da. Mana. Mahsulotni ko'rdingizmi? Bolani shuna bo'yin tagiga boylaysiz, bo'ldi, tamom. Mana. Shu, mana. Ko'rsating idishini. Men sog'ib beraman, bular ko'rsinlar. Bir mahalga sutini. Soat 6dan nechta o'tibdi? 50 tami? 50 ta. 53 ta. Bo'ldi, 6:53 ekan. Mana boring 7 deng. Mana, hoji aka. Mana.
Mana ikkitasi olib keling, yaqinroq olib keling. Mana ikkitani o'zida mana bir paqir ko'rsatib qo'ying. Mana paqirni bo'shatib olaman. Paqir bo'shatganimni ham ko'rsating. Paqirni katta paqirga bo'shatib, endi nariga ikkitasini sog'amiz. Mana o'sha ikkinchi paqir to'ldi mana. Mana. Qo'llarim maza qilyapti. Hozir oshib-toshib ketadi, qani. Paqirga olib keling, bitta toshganini ko'rsatasiz. Olib keling, mana. Mana, mana. Toshdi. Bo'lsa bo'ldi. Endi bo'ladi. Qarang. Shunaqada bir mahal suti ikkita. Sizlar uchun. Qani, so'z isboti bilan degani. Bitta paqirda mana. Mana. Bo'ladim bir mahalgi suti 10 litrli paqir. Haqiqiy ola paroda. Rossiyskiy, falonchi, pismadonchi demaymiz. Bizga halollik foydadan ustundir deyman-ku. Onasi naqma-naq 2,5 oylikdan o'tgan bo'g'oz, bolasi novoz. Mana shashonchasi ham turibdi tagida. Bolasi novoz, 3-tug'ish, qornidagi 4-si o'zi yiqib ko'rilgan. O'zi yiqib ko'rilgan, sinalgan 10 litr sutga bu ham. Enasini bemalol kelib doktoringiz bilan boshqasi bilan tekshirib olaverasiz. 3-tug'ish, bolasi novoz. Bo'yi oldi tomon 1,25 sm, orqa tomon 1,30 sm. Keling, tishini ko'rsataylik. Mana. Tishlarini ko'ring, katta mana. Tishlari 8 ta butun. Ko'rib turganingizdek mahsulotlari mana. 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 To'rttalasi ham butun. Olib keling, yaqinroq olib keling. Mana. Mana qo'lga bemalol keladi mana. Mahsuloti 10 litr sutga. Ko'rib turganingizdek haqiqiy ola paroda o'zimizning sigirdan. Qisqa va lo'nda qilib sizlarga ma'lumotni berib o'tamiz. 3-tug'ish bolasi novoz. 10 litr sutga garantiyasi bilan ko'rib turganingizdek naqma-naq 2,5 oylik bo'g'oz. O'zi qilingan garantiyasi bor, tishlari butun. Bo'yi esa 1,30 sm. Ko'rib turganingizdek xaltalar orqa oldinda hamma yoqdan ko'rsatib o'tamiz. Manzil Namangan viloyati Chust tumanida. Narxiga qiziqdingizmi? Narxi siz uchun yaqin orada qilib aytaman. 32 million so'm kam bor, bolasi novoz, enasi naqma-naq 2,5 oylikdan o'tgan. Garantiya o'zi qilingan mol. 32 million so'm kami bor. Ko'rib turganingizdek saqichlarini chaynab turibdi. Jonlari soppa sog'lom, sog'inlari 4 talasi ham butun. Video davomida ko'rganingiz bilan podpiska va like bosish esdan chiqmasin. Sizlar uchun Lutfullomoli kanali. Mana ikkita soskasini o'zidan mana o'sha ham bir paqir beradi. Mana tugadi mana. Soskalar. Orqada ozgina qoldi mana. Bo'ldi, tugadi mana. Mana bo'shatib olamiz, ikkitasini sog'ib. Okey. Ko'rdingizmi? Mana. 4-si mana. Mana hali ham chiqyapti. Lekin to'xtataman. Bir sog'ishga bu. Ertalabkisi ko'ryapsizlar, soat 8:10 minut o'tdi. Hozir bitta qilib ko'rsataman. Ko'rsatayman. Mana bir mahalga. Mana. Bir mahalga.